Yeni bir ölmez canның yazılmagan hikayesi. Abduri Gülşen Abdüqadir. Səhər. Ötmişi quva milletning kelgusimi quva boludu. Horman Vambiri. 5 fevral G'ulji inqilobining 25 yoshlik Qahramon Hammadning yordamchisi Abduxoliq Abdurishidning shahid qilinganining 22 yilligiga hurmat, iftixor va sharaf bilan beg'ishlayman. Qahramonlik va shahidlik boshqacha bo'ladi ekan. Allah yo'lida shahid bo'lish yo'lini tanlagan kishilar ham boshqacha bo'ladi ekan. Mən G'uljida nurg'unlagan yoshlarning o'limiga shahid bo'ldim. Meyitini yuyish va namozini tushirib yerligiga qo'yish ishlariga shahid bo'ldim. Bu jarayonda qahramonning o'limining boshqacha bo'ladiganligini his qildim. Qahramonning o'lim oldidagi turishimi boshqacha bo'ladi ekan. O'lim jarayoni va holatimi boshqacha bo'ladi ekan. Abduxoliqdagi yuqori kayfiyat, yuzlarda tepchib turgan nur, gap so'zlardagi tamkinlik va ma'no o'lim maydoniga xuddi hech ish bo'lmagandek mardonalik bilan mengishini ko'rib, men qahramonlik va shahidlik boshqacha bir narsa ekanda deb o'yladim. Abduxoliq Abdurishidning aksi Mulk Abdurishidning og'zidan. 1-bo'lim. Bir qalbning cho'kishi. Buningdan 22 yil ilgirki 2001-yili 9 yanvar seshanba sahar. O'rin G'ulji shahri. Qishning qattiq sovuqi G'ulji shahrida g'o'lmoqda edi. G'ulji xalqi yangi bir kunni kutib oldi. 8 yanvar dushanba kuni bir kun to'xtamay yoqqan qilin qor G'ulji shahrini oq libosga purkagan edi. 9 yanvar kuni saharda G'ulji mahallalardagi hamma oila qor tozalash g'imida. Attigan nashliqdan keyinla qor tozalash qurollarini ko'tarishib, barliq oila a'zolari bu qilin qorni tozalash halakchiligiga cho'mgan edi. Ammo G'ulji xalqi bugun G'ulji shahrida yepiq sud ichilib, amdili 25 yoshning qarsini olgan 2 nafar Uyg'ur yoshning etib tashlandiganligidan iborat bu fojiadan xabarsiz edi. Xitoy hukumati 1997-yili 4-oyning 24-kuni Ili konsul mehmonxonasida va uning orqasidan G'ulji shahar muz maydoniga uda 2 qatim 5 fevral G'ulji inqilobiga munosabatlik 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 50 ga yaqin yoshga o'lim, muddatsiz va muddatlik jazolar bergandan keyin ochiq sud ochmaydigan bo'lib olgan edi. 1997 yildan 2001 yilgacha bo'lgan jarayonda Ili viloyatlik o'ttir sud mahkamasi ijro komiteti bir qancha qatim yepiq sud ichib 5 fevral G'ulji inqilobiga munosabatlik delolarga hukm e'lon qilgan edi. Shundoq, bugun ya'ni 2001 yili 9 yanvar G'ulji ko'chalarini dastiganda qordan g'ich-g'ich qilgan sadolar keladi. Aq libosli G'ulji bugun yana 2 nafar navqiron yigitning shahid qilinganligiga motam tutyapti qandaq. G'ulji shahri xuddi o'lim yetim kunlari beshiga oq yog'liq selib, ig'ir musibatga cho'mgan onaga o'xshab qolgan edi. Shahar xalqi saharda nimalarning bo'layotganligidan ko'p hollarda xabarsiz. Chorsiz shahar va chorsiz bir xalq bugun hayotida nimalarning yuz berdiganligidan bexabar hayotini davomlashtirmoqda. Balkim bu saharda yana nurg'un yangi jonlar tug'ilib, yangi qalblar tepchaklab, yangi hayotni kutib olayotgandi ha. Yangi tug'ilgan farzandining yangidan hayotlikka ko'z ochgan bu bir qalbning düp qilib soqqinini anglaganda bir jup ota-onaning ko'zlaridan xushallik va hayajonlik yoshlari oqqandi ha. Ammo bir qalb cho'kkandichu. Bu shahar nurg'unlagan va yana nurg'unlagan yosh qalblarning sababsiz, pakitsiz, adolatsiz holda cho'ktirilganligiga shohid bo'ldi. Bugun G'ulji shaharlik yangi hayot turmisi qaqsar bo'lg'iniga qaramay xuddi kunduzdak yorib ketgan edi. Gündü paylar
Jallatlar İl vilayetlik O'ttir Xalq Sot Mahkamasi icra bölümü, İl vilayetlik Təftiş Mahkamasining odamlari, Xitoy saqchi askarlari bu turmini odam dengiziga aylantirayotgan bo'lib, bugun yana ikki qalbni cho'ktirdiganligi haqida qarorlar ilishgan edi. O'rni G'ulji shahar Yangi turmisi. Vaqti 2001 yil 9 yanvar sahar. Bir yigit Gündüpay tarafından qo'llarida koyza, putlarida kishan holatda munchiq tushirildi. Yigit intayin xotirjam holatda bomdod namozining qiyomiga turdi. Andin sajda qildi, andin salom berdi. Shu asnoda chiroylari tatargan, yashinib qolgan bir jup ota-ona va 35 yoshlar jamisidagi bir kishi turmaga yetib keldi. Ular titrab turgan qo'llari bilan yigitning yuzlarini siyladi, chochlarini qamalladı, esildi, so'ydi. Bu jarayonda Gündüpay yigitdan savollar so'rab turadi. 154 yuan puling bor ekan, qanday qilaman? Akamga ber. Gündüpay pulni 35 yoshlar jamisidagi kishiga uzatdi. Yotgan ko'rpa kiyim-kechaklaringni-chu? Yigit intayin xotirjamlik ichida o'zining bu 25 yoshlik qisqa hayoti jarayonida ishlatgan qimmatli narsalarni aksi mulkka va boshqa turmudosh do'st-yorlarga taqsim qilib bermoqda edi. Yigitning chiroyidan nur yig'ib turadi. U intayin tamkin va salmoq edi. Uning ro'yi holatida yana 2 yoki 3 soatdan keyin etib tashlanadigan bir kishida bo'ladigan ro'yi holat yo'q edi. Chiroylari sarg'aygan holatda turmaga yetib kelgan kishilar yigitning ota-onasi Abdurshid Munavvar bilan onasi Pashaxon Nurdun va aksi Muhminlar edi. Yigit ota-onasi va aksi mo'minlarga shundoq vasiyat qildi. Mən şehit qılınğandan keyin yığızar qılmanglar, nazir qılmanglar. Apa, mən sana yaxşı qarayalmadım. Oğulluq burchimni yaxşı ada qılalmadım. Meni kechir. Aka, sen mening o'rnimda apamga yaxshi qarashingni o'tinaman. Meni o'lib ketdi deb hargiz o'kinmanglar. Bu faqat vaqt masalasi. Sizlarmi mening orqamdan borsizlar. Bu yigitning ismi Abduxoliq Abdurashid bo'lib, 1994 va 1995 yillari elib berilgan G'ulji mashrab harakati mezgilida tunji mashrab boshlangan joy 5 fevral inqilobi mezgilida Xitoy saqchilari qo'g'lagan 5 fevral partizanlarga panolik berganligi uchun 5 fevral G'ulji kurashchilar tarafidan o'zlarining mustaqil bir davlatiga simvol qilinib, Kipakiston deb atalgan Kipak yuzi yesidan 9 yanvar kuni Abduxoliq Abdurashid bilan birlikda uning eng yaqin og'inisi, osmoni keng, qo'yni illiq Kipak yuzi yesidan billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'sti Jurat Nuriyga o'lim jazosi berildi va miltiq bilan etib shehid qilindi. Yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, Xitoy hukumati shu 2 ochiq sotdan keyin sotni mutlaq maxfiy ravishda elib boradigan bo'lib olgan edi. Bo'libmi o'lim jazosi berildigan hukmlar intayin maxfiy holatda edi. Shundaq bo'lganlik uchun 8 yanvar kuni yarim kechada ichilgan va qahramon Hammadning yordamchisi, bir navr qerindishi Abduxoliq Abdurashid bilan Kipak yuzilik yana bir 5 fevral kurashchisi Jurat Nuriyga berildigan o'lim jazosimi intayin maxfiy tutilgan edi. Әмма Abduxoliq Abdurashid oilasining İl viloyatlik Təftiş Mahkamasida ishlaydigan Abduxoliq Abdurashid oilasining beshiga eng ig'ir kunlar kelganda ularning yonida hech ikkilanmay turgan bir yaqin do'sti bor edi. Bu kishi va bu kishining yaqin urug' tuqqanlari hozir vatanda bo'lganligi sababidan bu kishiga biz Isil deb taxallus qo'yishni muvaffaq ko'rdik. 2001 yil 8 yanvar kuni asr mezgilida G'ulji shaharlik Harambog' mahallasiga joylashgan İl viloyatlik Təftiş Mahkamasining oyliklar qorasida Isil tong sahardan toki kechgacha yig'ib, amdil to'xtagan qilin qorni tozalayotgan edi.
Tuyuqsiz bu qurada Abduxaliq Abdurashidning akisi Mulk Abdurashid paydo bo'lib qoldi. Mulk bilan Isil o'ttirsida 1 minutga yetmagan qisqa bir dialog bo'lib o'tdi. Bugun kechida Abduxaliq haqida bir qaror ilinib qoldigandek turdi. Şoň sen bugun kipak yuziga chiqib, cho'ng uyda bo'lganing yaxshimikin, dedi Isil atrofga bir qarab atgandan keyin ehtiyot bilan. Bu chaqda Mulk hammani tushunib bo'lgan edi. Ha, Xitoylar Abduxaliqni yeb ketadigan bo'pti-da, deb o'yladi Mulk va darhol kipak yuzidagi cho'ng uyga qarab yo'l oldi. U o'zining qanday qilib kipak yuziga chiqib qolganligini bilmaydi. Gerçi uning badani yo'l mengayotgan bo'lsa-mu, ammo ruhiy dunyosi ifodalash intayin qiyin bo'lgan hayotidagi eng dahshatli minutlarni kechirmoqda edi. U va uning oilasining burniga uzundan buyon purab turgan shum xabar amrilashish oldida turadi. Mulk kipak yuziga chiqqandan keyin yashnab qolgan ota-onasiga bu gapni darhol aytolmadi. U yan qo'shnisi bo'lgan cho'ng dadasi Shamshiddin Munavvarning uyiga kirdi. Abduxaliq Abdurashid oilasi 1998 yili 1-oyning 18-kuni yarim kechadagi qarshi virg'anliq judunda G'ulji shahar Xudiyar yuzi yezisida yuz bergan qurolliq to'qinishda Xitoyning mamlakat darajalik alayda qurolliq saqchisi Longfeyni etib shehid bo'lgan Hammad bilan udul qo'shni edi. Abduxaliq Abdurashidga Xitoyning o'lim jazosi berishidagi birdan-bir sababmi uning Hammadning yordamchisi bo'lganligi edi. Hammad va Abdurashid har ikkilisi 5 fevral arxivlari nomli kitobning 2-qismida tilga ilingan. G'ulji shahar kipak yuzi yezisida quduq qizib suv boshlab, maktab ichib, kipak yuzi yezisiga ilm ma'rifat nuri chechib, tarixlardan buyon o'z ona tuprog'i va millat uchun xizmat qilib kelgan Munavvar Amin jamoatining navrlari edi. Shu kecha Hammadning oilasimi andish ichida uxlamagan edi. Saharda bizning darvozaning oldiga bir oq jip mashina kelib to'xtaganligini ko'rgan marhum Hammadning oilasidagi kishilar gurrida darvoza oldiga chiqdi. Ular shu kecha andish ichida uxlay olmagan ekan. Hammadning opasi Raziya adam saqchilarga qarab, "Birini yeyishdan qonxo'r to'ymaslar, endi yana birini yeydiganga kelishdingmi?" deb vaqirashga boshladi. Bu xil yüz turani qarshilikdan jallatlar g'o'diqib qilishdi. Ular bu ishlarni mutlaq maxfiy holda elib berish to'g'risida buyruq topshirib olgan bo'lib, saharda mahallada ko'tarilgan bu Vangchong aslida yuragi pok-pok bo'lgan jallatlarni allaqachon tamtirtib qo'ygan edi. Deydi 22 yil avvalgi ash kunni eslagan Abduxaliq Abdurashidning akisi Mulk Hojim. Zicchida G'ulji mahallari bo'libmi 5 fevral G'ulji inqilobi mezgilida Kipakiston deb nom olgan kipak yuzi yeyisidagi bu mahallada farzandi turmaga kirmagan bir oila yo'q edi. Qahramonning onasimi qahramon bo'ladi-da albatta. Qahramon ana Raziyaning ovozining butun mahallani uyg'otib qo'yishidan ansirgan saqchilar Abduxaliqning dadasi Abdurashid, onasi Pashaxon Nurdun va akisi Mulk Abdurashidni mashinaga selib, G'ulji shahar Yangi hayot turmisidagi Abduxaliq bilan oxirgi qitim ko'rishtirish uchun tezlikda yezidan ayrildi. Shu kuni yana bir oq ranglik jip mashina, yana shu kipak yuzi yezisidagi Abduxaliqlarning qorosidan ancha uzoq bo'lmagan joydagi Jurat Nurilarning darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Chunki shu kuni Abduxaliq bilan billa Jurat Nurig'imi o'lim jazosi ijro qilinadi. Bu oq jip mashina Juratning dadasi Nuri aka bilan Juratning xonimini elib, Yangi hayot turmisiga Jurat bilan eng oxirgi qitim ko'rishtirish uchun elib kelgan edi. Abdurashid aka Pashaxonada Mulk Abdurashidlar ash kuni saharda Yangi hayot turmisiga yetib kelgan Juratning dadasi Nuri apandi va ayoli bilan salom saat qilishdi. Alakmulillah deyishib bir-biriga sabrlar tilashdi.
Yigitlarimiz Allah bilan ko'rishgili ketyotidi deyishib, chorsizlik ichida tipirlayotgan qalblarga ozroq bo'lsa-mu malham surgandek bo'lishdi. İsilning Abduxoliqning akisi mulkka bergan Abduxoliqqa o'lim jazosi berdiganligi haqidagi yepuchi bilan Xitoyning mutlaq maxfiy holda elib berish plani barbod bo'lib ketgan edi. Chunki mulkning kipak yuziga chiqib, bu xabarni Munavvar Amin jamoatidagi urug' tuqqanlarga yetkazishi bilan tang bu xabar chaqmoq tezligida G'uljidagi Abduxoliq Abdurashidning do'stlariga o't yurak o'g'il qizlarga tarqalgan edi. 9 yanvar kuni atdiganda G'ulji shahridagi yoshlardan tashkil topgan bir guruhpa G'ulji shahar Yangi hayot turmisidan shaharga kiradigan yo'l eg'izida Abduxoliq Abdurashid va Jurat Nuri bilan oxirgi qitim vidolashish uchun to'plangan edi. Buningdan xabar topgan Xitoy jallatlari Abduxoliq bilan Jurat silingan harbiy mashinani shahar tarafga qarab haydamay, Yangi hayot yesining sharq tarafidagi Dongsan degan tarafga qarab haydab, ondan so'lga qayrilib, Bayko'l qatorliq G'ulji shahrining sirtidagi joylarni aylanib, Buyanday yesiga yetib kelgan edi. Birinchi bo'limning davomi bor.